Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Tayland amaldorlari Sharq Turkistonga berishni planlagan 40 Uyg'urni Xitoyga topshirib berganligi sababli kuchli tanqidga duch kelgandan keyin Tayland hukumatining bir necha yuqori darajalik amaldori Sharq Turkistonga berib Xitoyga o'tkazib bergan Uyg'urlarning ahvolini tekshiradiganligini bildirgan. Bangkok pochtasining 5 mart xabar qilishicha, Taylandning muavin bosh ministri Phumtham Vichayachai va adliya ministri Tavi Sodsongning 18 mart Sharq Turkistonga berib Taylandda 10 yildan ortiq tutib turilgandan keyin Xitoyga topshirib berilgan 40 Uyg'urning ahvolini tekshiradiganligi bildirilgan. Phumtham chorshanba kuni yana Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishda qonuniy talablarga qattiq rioya qilganligi to'g'risidagi safsatalarni takrorlagandan sirt Xitoydan boshqa hech qanday davlatning tutqunlarni qabul qilishni xohlamaganligini da'vo qilgan. Muavin bosh ministerlikdan boshqa mudofaa ministerlik vazifasini o'tayotgan Phumtham Taylandning Uyg'urlarni 11 yil davomida cho'ng masala chiqarmay o'rinlashtirganligini takrorlab, hukumatning dastlabki bir necha yilda BDT musofir ishlari oliy komissarligidan Uyg'urlarni o'rinlashtiradigan joy masalasida yordam qilishni so'raganligini bildirgan. Tayland hukumati 10 necha yil burun Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatidan qochib Taylandga borgan taxminan 150 Uyg'urni tutqun qilgan bo'lib, 2015-yili iyul oyida ayollar, bolalar va yashanganlardan bo'lib 172 Uyg'ur Turkiya tarafidan qabul qilingan edi. Tayland hukumati bir hafta o'tgandan keyin 109 Uyg'urni Xitoyga qaytargan edi. Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlarning keyingi taqdiri hozirgacha noma'lum turmoqda. Tayland boshqa davlatlarning Uyg'urlarni qabul qilish taklifi sunganligini e'tirof qildi. Tayland hukumati jinoyatidan qachish uchun Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlarni hech qanday davlatning qabul qilmaganligini da'vo qilgan bo'lsa-mu, bir necha davlatning mazkur Uyg'urlarni o'rinlashtirish taklifi sunganligini oxiri e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Tayland hukumati 40 Uyg'urni Xitoyga qaytarish masalasida o'zini oqlagan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inson haqlari mutaxassislari Tayland hukumatidan Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishni to'xtatishni talab qilgan bo'lsa-mu, Tayland hukumati o'z qilmishlarining xalqaro qonun va insoniy huquq majburiyatlariga uyg'un ekanligini da'vo qilib, bu jinoyatini ijro qilgan. Taylandning muavin bosh ministri va mudofaa ministri Phumtham Vichayachai dushanba kuni o'zini oqlab, hech qanday davlatning Taylandda tutib turilgan 48 Uyg'urni o'rinlashtirish to'g'risida aniq taklif bermaganligini aytgan. U so'zida biz 10 necha yil kutdik. Men nurg'un cho'ng davlatlar bilan so'zlashdim, ammo hech kim menga bu Uyg'urlarni o'rinlashtirish haqida aniq ifoda bildirmadi degan. Halbuki u 2006-yildan 2023-yilning o'ttirlarigacha hukumatda vazifa o'tamagan. Xabar qilinishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligining bir amaldori Amerikaning bu 48 Uyg'urni o'rinlashtirish taklifi berganligini aytgan. Ismini oshkorlamagan bu amerikalik amaldor so'zida ko'p yillardan buyon Amerika bunday ahvolning yuz berishining oldini olish uchun Tayland amaldorlari bilan hamkorlashdi. Jumladan Uyg'urlarni boshqa davlatga o'rinlashtirish haqida qayta taklif sundi. Bir mezgil bu masalaga Amerika hukumati aralashdi degan. Diplomatlar va ahvoldan bevosita xabardorlarni o'z ichiga olgan 4 xabar manbasining oshkorlashicha, Kanadami Taylandda tutib turilgan Uyg'urlarga panohlik taklifi bergan. Bularning ichidagi 2 xabar manbasi yana Avstraliyaning panohlik taklifi berganligini aytgan. Ammo Tayland Xitoy bilan ziddiyatlashib qilishdan ansirab, bu takliflarni qabul qilmagan. Taylandning muavin tashqi ishlar ministri Rus Jalichandra Tayland hukumatining bundan ilgirki bayonlarini inkor qilib, ilgari haqiqatan bir qism davlatlarning Uyg'urlarni o'rinlashtirish taklifi sunganligini e'tirof qilgan. U yana Tayland hukumatining 40 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berish qarorida o'z davlatining manfaatini chiqish qilganligini, Uyg'urlarni boshqa davlatlarga avatgan taqdirda Xitoyning o'ch elishidan ansirganligini bildirgan. Xitoy bosh ministri ishga o'rinlashtirish va namratlikni tugatish haqida qasam qilishga majbur bo'ldi. Xitoyda ishga o'rinlashish krizisi kuchaygan bir vaziyatda Xitoy bosh ministri Li Chang ish o'rinlarini kengaytirish va namratlikni tugatish to'g'risida qasam qilgan.
Janubiy Xitoy Sahar gazetining 6 mart xabar qilishicha, Xitoy bu yil ishsizlik nisbatini taxminan 5,5% atrofida saqlab, 2025-yilgacha 12 milliondan ortiq shahar aholisiga yangi ish o'rni yaratib berishni planlagan. Xitoy bu xil plan orqali Xitoyda ko'rilayotgan iqtisodiy qiyinchiliklar ostida namratlashib ketishning oldini olmoqchi bo'lgan. Gerçi Xitoy o'tgan yili ishga o'rinlash nishonini oshirib o'rinlagan bo'lsa-mu, biroq tahlilchilar emgak kuchi bozori ma'lumotlaridagi farqlar va xususiy shirkatlarning ish o'rni yaratishdagi ta'sirining tuvanlishi to'g'risida andishalarini bildirgan. Xitoyda fuqarolarning bo'libmi yezi aholilarining namratlashib ketishi mumkinligi ilgari surilgan. Xitoy Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirishdan iborat razil maqsadiga yetish, shundaqla Xitoydagi ishsizlik krizisini hal qilish uchun yaqinda Sharq Turkistonda oliy maktabni bitkizganlarni ishga o'rinlashtirish, igilik tiklashga ilhomlantirish va yetaklash nomida 14 turlik tadbirni o'ttirg'i chiqargan bo'lib, Sharq Turkistonga har yili 200 mingdan ortiq Xitoy oqqonni yerlashtirishni planlagan. Kuzatuvchilar Xitoyning navbatda saqlanayotgan iqtisodiy krizis, ishsizlik masalalarini bir chalmada ikki paxtak so'qish plani bo'yicha turli e'tibor berish siyosatlari bilan Xitoylarni Sharq Turkistonga yerlashtirish, ishga o'rinlashtirish orqali hal qilishni planlaganligini bildirishmoqda. Trump asir masalasida G'azza xalqiga yana tahdid qildi. Trump G'azzadagi falastinliklarga tahdid selib, agar tutqunlarni davomli tutib tursangiz, tugashkingiz shu degan. Al Jazeera kanalining 6 mart xabar qilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump Hamasni barliq isroiliyalik asirlarni qo'yib berish to'g'risida qattiq ogohlantirib, agar tutqunlar qo'yib berilmasa, ig'ir oqibatlar kelib chiqadiganligini, Hamas va uning yetakchilarini G'azzadan ketalaydigan chaqda tez ketishga chaqiradiganligini bildirgan. U yana agar G'azza xalqi tutqunlarni tutib turmasa, go'zal kelgusi bo'ladiganligini va'da qilgan bo'lib, bu so'zlari orqali falastinliklarni majburiy ko'chirish va bu rayonga qaytishini to'sish planiga ishorat qilgan. Trump so'zida yana vaziyatning jiddiyligini ta'kidlab, agar Hamas bo'ysunmasa, hamma ish oxirlashadiganligini bildirgan va Hamasning o'lganlarning jasadlarini tutib turganligini tanqid qilgan. Uning tahdidi Amerika Hamas bilan suhbat o'tkazayotgan bir paytda o'tirg'i qo'yilgan. Janubiy Xitoy Sahar pochtasining xabarida bildirilishicha, Trump hukumati G'azzadagi amerikalik tutqunlarning qo'yib berilishini kafolatga ega qilish uchun Hamas bilan maxfiy suhbat o'tkazgan bo'lib, Amerikaning bu maydoni uzun vaqtdan buyon terrorlik tashkiloti deb belgilangan guruhlar bilan aloqa qilmaslik siyosatiga xilof ekan. Amerikalik tutqunlar ishlari alohida elchisi Adam Boxler Dohada Hamas a'zolari bilan ko'rishib, tutqunlarni qo'yib berish va uzun muddatlik urush to'xtatish kelishim imkoniyatlarini muhokama qilgan. Tadqiqotchilar qisqa sillarning o'g'inish va asli saqlashga ta'sir ko'rsatadiganligini bildirishdi. Tadqiqotchilar TikTok'ga o'xshash suplardagi qisqa sillarning hissiyotga, o'g'inishga va asli saqlashga ta'sir ko'rsatadiganligini bayqagan. Tadqiqotlarga asoslanganda TikTok'ga o'xshash qisqa sin suplarga berilib ketish aql idrok ojizligiga sabab bo'ladi ekan. Tadqiqotchilarning aytishicha, bu suplarni haddidan ziyoda ishlatadigan, buningga xumor bo'lib qolgan kishilarning mingi qurilmasida o'zgarish ko'rilgan bo'lib, oxirida diqqatni markazlashtirish, o'g'inish, asli saqlash iqtidoriga ta'sir ko'rsatgandan boshqa tushkunlik va tashvishlanish kasaliga mubtalo bo'ladi ekan. Bu tadqiqot turi 17 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 112 odamni aralab tekshirishga chetildigan bo'lib, bu jarayonda tekshirishni qabul qiluvchilarning mingisi skanerlab tekshirilgan. Bu xil qisqa singa xumor bo'lish odamning aqliy iqtidoriga ta'sir ko'rsatib qolmay, kundalik turmushi va faoliyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadiganligi aniqlangan. Bu hodisa odatda TikToklik minga yoki chirigan minga deb ataladigan bo'lib, kishilarning silliq mazmunlarni keng ko'lamda ishiltishi borgan sari ig'irlashayotgan ijtimoiy masalalarni ko'rsatib beradi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.